Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi joyimiz tog' bag'rida joylashgan. Toshkent viloyati Parkent tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini 30 sotixlik hovli sotuvga chiqqan. 2 xonali uyi bilan. Hujjat bo'yicha 12 sotix. Yana 20 sotiqqa yaqin samazahvat joylari bor. Uni aksiya paytida o'zingizga qo'shib olsangiz bo'ladi. 2 xonali uyi bilan, bog'lari bilan shunaqangi havosi toza zo'r joyda joylashgan. Bu mahallamiz Bo'stonliq tomondan kiriladi, orientir. O'sha mol bozordan, Platina mol bozoridan qarab, o'sha yerdan kiriladi. O'sha trassadan taxminan 10 kilometr ichkariga kiramiz. Ko'rsatib bo'ladi. Chorvachilikka qiziqqan akalar bo'lsa, kelib o'tda bemalol chorvachilik qilsangiz bo'ladi. Mahallaning oxiri ekan. Yo'dan o'sha toqqa chiqib ketsanglar bo'ladi. Yoz kunlarida chorvani o'sha toqqa bemalol olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Batafsil yana tushuntiriladi. Bu joyimizga 45 ming dollar so'ralyapti. Aloqaga chiqsanglar yana batafsil tushuntiriladi.